Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmain. Emma ba'd. Esselamu aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz en-nida. Biz aldığımız dersimizde bedel hakkı toxtalgan. Endi aldığımız dersimizden bedel hakkı toxtalıp pilden pil bedel ilinamdı degende pilden pil bedel ilinidi degenden keyin yana onu kıstırıp koyduğumuz cümleden cümle bedel ilinamdı degende cümleden cümle bedeli kul min kul şekilde bedel ilinidi ve bedeli baz min kul şekilde mu hem bedel ilinidi ve bedeli ihtimal şekilde mu hem bedel ilinidi. Demek asıl kelam cümleden cümle bedel ilinidi. Mesela iqta qamhal haqli deganni uhsud hu debdi. Şimdi uhsud degan iqta'ninki din bedeli kul oludu. Şimdi mesela bedeli ihtimal desek emeddekum bima ta'malun emeddekum bi en'ami ve benin ve cennatu ve uyun desek beşik emeddekum bima ta'malun din emeddekum bi en'ami ve beni ve cennatu ve uyun mana bu cümle bedeli bazı şekilde alıngan bedel. Demek cümleden cümlemi bedel ilinidi degan bo'ldi. Anda olsa bugünkü dersimizin mavzusu nida. Nidadan murad harfun nida vel munada maksat kılındı. Nida, müşü nida degan temada biz harfin nida hakkı toxtalımız ve çaqırılğıç bolgan munada hakkı toxtalımız ve harfin nidanın taşınışı ve munadanın taşınışı degendek mezmunlar hakkı toxtalımız. Şimdi da nida degen nima? Harfin nida degen nima dese harfin nida degenimiz ad'u yoki atlubu pilinin o'rnida kelib chaqirishni ifodalaydigan qo'shimchalarni harfun nida deb ataymiz. Bu ad'u yoki atlubu degan pilning o'rnida kelib chaqirishni ifodalaydigan bu harf yoki labzan aniq keladi yoki taqdiran keladi. Endi nida degan bo'lsa nida degan mana musha harflar orqali ma'lum bir narsani talab qilish yoki ma'lum bir kishini chaqirish talabul iqbal degan bo'ladi. Duo chaqirish degan ma'noda. Nida duo chaqirish degan ma'noda bo'ladi. Talabul iqbal degan ma'noda bo'ladi. Demak labzan yoki taqdiran bir shu harf bilan chaqirimiz adu degan pilning o'rnida kelgan harf bo'ladi bu. Mesela ya sahibe seyyare ey maşinin igisi desek mana bu yerde ya harfinde da sahibe seyyaredeki sahibe munada buludu. Bu yerde labzen ya degen harf ad'u degen pilni ondaki yani ad'u sahibe seyyare men maşinin igisini çaqırman degen ma'noda. Yoki taqdiran o harfini da ad'u degan pilni o'rniga keldi. Taqdir mesela sahibe seyyare temahhal mashina şoförüsü to'xta desek sahibe seyyaredeki beşte ya sahibe seyyare deb eşere ya degan harfini tashlangan. Demek buningdan chiqadi ki harfini da tashlangan ahvol mu ham ba degan mazmun chiqadi. Anda da harfin nala nimalardan iborat deganda harfun nida haqida musannif bundaq deydi. Walil munadan na'i aw kan na'iya wa ay wa a kaza aya summa haya wal hamdu lid-dani wa liman dunib aw ya wa ghayru wa ladal labz dunib. Ya ey, şundaqla aya, hayalar yirak boğan munada üçün. Yani yiraktikini çaqırış üçün. Yoki yiraktikiga o'xshagan, hükmen cihette yirak boğan. Özü yirak boğması mı? Yiraktiki hükümgü çürülgüçünü çaqırış üçün işiltilidi.
Yine Irak'a o'xshash degani kenna degani Irak'taki urungu tushirgan o'zi Irak bo'lmasa Irak'taki urungu tushirguchini chaqirish uchun ishlatildi. Masalan, bir uyquliq uxlab qolgan odamni, bir uyquliq odamni naim uxlayotgan odamni masalan qishimizda bo'lsa-mu ya naim debdimiz. Demak biz uni naraqdagi bir odamning o'rniga tushirgizib yoki ya g'afil deganimizga o'xshash shunday bo'ladi. Va hamza liddani yaqin chaqirish uchun bo'ladi va yoki ya nida nali qilinguchi uchun bo'ladi. Yine mandub uchun ishlatildi. Yani şu liman dunib nali qilinguchi uchun ishlatiladi. Erişip qilish mavjud bo'lganda uning g'ayri mandubda yiroq qilinadi. Yani va ishlatilmaydi degan bo'ldi. Demak, hamda ulamo umuman aytganda o'sha ya harfin dalaning ichida eng ko'p ishlatilgan ya bo'lib, ya ulamalarning umumiy kuchli ko'z qarashda ya yaqin va yiroq va mutavassit, qarib, mutavassit, ba'id, o'rta holdagi uchunmi, yiroqlik uchunmi va yaqinlik uchunmi ya ishlatiladi. Ammo ay, aya hayalar cho'qim yiroqlik uchun bo'ladi va hamza yaqinligi uchun bo'ladi deb qo'yiladi. Endi hamzadan adab ma'lik bir hamza va massiz bo'lgan bir hamza va mesela Xalidun ajib desak, mana bu yaqin chaqirish uchun Xalid, ey Xalid javob ber degan ma'noda bo'ladi. Xalid emas, Xalid, oy Xalid deb o'chada yiroqni chaqirish uchun ishlatilgan bo'ldi. Mana bu harfin dalaning ahvoli. Endi harfin dalani tashlab etilamdi. Harfini da tashlash tin iborat holat shakllanamdi degan bir kelimiz. Endi harfini da odatda ad'u degan filning o'rniga kildi deganligimiz uchun nidoliq jumla shakli odatda jumla fi'liya hisoblanadi. Nidoliq jumla shaklini jumla fi'liya deb qaraymiz, chunki u ya ad'u degan filning o'rnida tug'anligi uchun jumla fi'liya bo'lib, masalan biz Xalidun ajib, hey Xalidu ajib, hey Xalid javob ber desak, mishaliki Xalid tashlangan ad'u degan filning maf'ulun bih deb qaraymiz. Hamza harf, mishaliki hamza harf nida la mahallaha min al-i'rab, Xalidun munada mabni ala dhamm li'annahu mufrad alam. Mahallan mansub deb qaraladi. Şunlaşık bunu pillik cümle deb qaraymiz. Endi mushu ad'u yoki atlubu degan filning o'rnida dikildigan harfin nidani tashlanayotgan ahvollari bormi yo'q degan bir haqda to'xtalamiz. Bu haqda musannif rahimahullah mundaq deydi. Wa ghayru mandubin va muzmarin va ma ja mustaghasan qad yu'arra fa'lama ve zâke bismil cinsi vel muşârile kalle ve men yemna'hu pensur azile. Mendupning gayri biz bayram va mendup için ishlatildik va zahra va zayda deganga o'xshash. Endi bu alayda bu yerda mendup haqida to'xtalmasligimiz chunki maxsus Babul Nudba da bir bab bo'lg'achqa o'z navbatida kinki darslarimizda buni ko'rib o'tamiz. Shu mandubning g'ayri chaqirilguchi mandub bo'libdi, nali qilinguchi bo'libdi, mandubning g'ayri va munada bo'lgan muzmarning g'ayri va mustag'as yordam talab qilinguchi bo'lib kelgan munadaning g'ayri ba'zida bunun harf nidasi taşlandığına ahval var. Demek mendubning harf nidasi zimir munada olganda uninki harf nidasi istig'asa munada olab bir yordam talab qilinguchi munada olab kelganda buning harf nidasi taşlanmaydi. Şu qat yu'arra degan gap bu yerda şu gayri mendub ve muzmer ve ma jaa mustag'asdan maqsad
Şu mendubning g'ayri, muzmarning g'ayri, istig'os bo'lib kelgan narsaning g'ayri ba'zida yanag'ashlanib qoladi. Nimadan? Harfi nidodan yanag'ashlanib qolgandan keyin hosil kalam harfi nido tashlanadi. Fa'lam buni obdan bilib deydi. Wa zaka bismil jinsi vel mushar lah qalla wa man yamna'u fansur azilah. Ana ashu harfi nidoning tashlanishi ismi cins munada bo'lgan chaqda harfi nidoning tashlanishi va musharlay munada bo'lganda ashu harfi nidoning tashlanishi az bo'ldi. İsmi cinslarda munada bo'lsa ya mushar vel mushar lah inin ishorat qilmoqchi. Yine şu ismi sharila munada bo'lgan chaqda harfi nidoning tashlanishi az bo'ldi. Ve men yemna'hu fansur az. Kimki onu çeklese, ya harfi nido taşlanmaydı, taşlansa bo'lmaydi deb çeklese, siz şu çekligüçülerge karşı çıkan adamga yordam bering. Fansur az ile. Yani şu taşlansa bo'lmaydi degüçülerge karşı çıkışlarga siz hemkarlaşın ki taşlansa buludu demekçi. Mana bu beytning tercümesi. Mesela bir yerde menduptun vazeyda, ya zeyda degene okşaş. Muzmerdin ya ente hey sen, ya iyyak hey sen degenge okşaş. Cümle maksat kılıngan. Mustağas bulab kelgen narsa degen gaptin ya la zeydin li bakrin, ya la zeydin li bakrin. Hey zeyd bakriga yordam be degenge okşaşlar maksat kılıngan bulup mana muşlarda harfini da ba'zi tashlanib kirdi deydi. Demek harfi nida munada harfi nidoning tashlanishiga nisbatan ikki qismga bo'linadi degan bo'ldi. Bir qism uning bilan tashlanish cheklanadi. Yana bir qism tashlanish durust butqini. Endi tashlanish durust butqini ikki qism bo'ldi. Yuqoriga aytdiki, harfi nido tashlansa butqini. Birida tashlanishi üç türlük munadada harfi nidoning tashlanishi ko'p, ikki türlük munadada harfi nidoning tashlanishi az. Şunu biz hozirgi bayt harfi nidoning tashlanishi durust bo'lgan, buning harfi nidoning tashlanishi kasir, hazfu harfi nido kasir, hazf harfi nido qalil. Ikki xil holat maqsad qilindi. Onda da harfi nidoning tashlanishi cheklangunicha harfi nidoning tashlanishi cheklanayotgan ahvollari bor. Demek bu beytte gayru mendubun ve muzmerun ve ma ca'a mustağas degan gayru bo'lgan mendubning gayrinin muzmerning gayrinin istig'oslab kelgan narsaning g'ayrininki harfi nidosi ba'zi tashlanadi degandan chiqdi. Mandubning harfi nidosi, zimirning harfi nidosi, istig'oslab kelgan narsaning harfi nidosi tashlanmaydi degan ma'no chiqdi. Bayam qilib sal almashib qolibdi. Shunga bu yerda g'ayru degan iborat bo'lg'achqa taşlanmaydı mavra. Yine ente degan so'zni desak, ya ente hey sen degan bo'ldi. Bu yerda ya taşlanıp ente deb qilib munada bo'lib qolmaydi. Mesela ya la bakrin li zaydin desak, bu yerda harflar taşlanıp ya la bakrin ya la zaydin li bakrin, la zaydin li bakrin deb bundaq kelmaydi. Mendub va zayda kelganda o taşlanıp zayda ya zayda deb kelganda ya taşlanıp zayda deb bunda holatda bunun da kelmaydi demekçi. Şuna harfini de taşlanishi cheklanganlari birincisi munada mendub bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi munada zamir muhattab bo'lgan bo'lsa, yine zimirni nido qilish durust deguvchilarning nazarda taqib ba'zi ulamolar taqib zimir nida munada bo'lmaydi deydi. Zimir munada bo'ludi deguvchilarning qashda zimir muhattab
munada bo'ladi. Mush zimir munada bo'lganda harfi nida tashlanmaydi. Endi ama üçüncüsü munada mustag'as, istig'as, yordam talab qilinadigan munada bo'lgan chaqda buningda da harfi nida tashlanmaydi. Ya lil qazi li shahid zur, ya li zaydin li bakrin deganga o'xshash. Ammo istig'as babida maxsus to'xtalgan bir bab bo'lg'achqa bu vaqtda ko'p to'xtalmaymiz. Mana bu üç turlik munadada harfi nida tashlanishi mamnu degan bo'ldi. Anda olsa harfi nidasi taşınışı durust bo'lgan qism nav'an ikki qism bo'ldi. Kasir va qalil. Ko'p va oz bo'lgan bir holat shakllandi. Endi harf nidaning taşınışı oz, durust lekin naydi qalil holatda tashlanadi. Bundan birincisi munada ismi cins olsa. Yani muayyen bir narsa uchun jinsi ism munada bo'lgan bo'lsa, mesela asbih laylu deganga o'xshash. Asbih laylu. Hey kecha tang'at degan bo'ldi. Asbih ya laylu idi isli. Layl degan ismi cins munada bo'lg'achqa bu yerda harfi nida tashlanishi qalil. Ammo asbih laylu deb kelishi az, asbih ya laylu deb kelishi ko'p bo'ladi. Ikkinchisi munada ismi ishora bo'lsa, xitobning kapiga tutashmagan ismi ishora bo'lsa. Masalan, yiroqni ko'rsatish ismi ishoratlari emas, bunda şu yaqinni ko'rsatish ismi ishoratlar bo'lsa, haza, hazani haulai, hazihi, hatani haulaiga o'xshash bunda ismi ishoratlar bo'lsa demakchi. Ismi ishorat munada bo'lganda bu chog'da harflarning tashlanishi ba, lekin bu oz uchraydi. Yana masalan summa antum haulai taqtuluna anfusakum deganga o'xshash. Ya'ni mesela haulai munada harfida tashlangan ya haula degan bo'ladi. Endi harfi nidaning tashlanishi ko'p yuqoriqlarning boshqasida. Harfi nida cheklanishi 3 turlik munadada harfi nida tashlanishi cheklanadi. 2 turlikning bir turlikida 2 turlikda munadada qalil bo'ladi. Ya'ni munada ism ishorat bo'lgan bo'lsa yoki munada ismi cins bo'lgan bo'lsa harfi nidaning tashlanishini aytib oz uchraydi, ko'pincha harfi nida tashlanmay keladi. Endi harfi nidaning tashlanishi ko'p uchraydigan yer cho'risa yuqoriqlarning boshqasi. Mesela harfi nida ismalan bo'libdi, yoki harfi nida shibi muzab bo'libdi, yoki harfi nida odatda izofatli ismlardan kelibdi degandek. Masalan, Yusufu a'riz an haza deganga o'xshash. Yusufu a'riz an haza. Ey Yusuf buningdan yuz. Usbut uhudu deb kelgan. Usbut ya uhud deganga o'xshash. Bu tashlanishi nihoyat kasir holatlarda uchraydi buni tashlanishi. Mana bu yuqorqi harfi nida va harfi nidaning tashlanishi haqidagi masala. Endi navbatda biz ko'rmoqchi bo'lganimiz munadaning mabni bo'lish va munadaning mu'rab bo'lish ahvoli haqida to'xtalamiz. Endi munada umumatan 5 qismga bo'linadi. Munada chaqirg'uchi bo'lish jihatdan 5 qism bo'ladi. Munada ismi alam mufrad bo'ladi. Ismi alam munada ya'ni ma'rifa mufrad bo'lib keladi. Munada ma'rifa mufrad deganimiz muzaf emas, shibi muzaf emas deganni ko'rsatib turadi. Munada nakira maqsud bo'ladi. Munada nakira g'ayri maqsud bo'ladi. Munada muzab bo'ladi. Munada shibil muzab bo'ladi. Mana shu 5 qismga bo'linadi munada. Endi shu 5 qismga bo'lingan munada 2 tur mabni bo'ladi va 3 tur mu'rab bo'ladi. Mabni bo'ladigan 2 tur u munada ma'rifa mufrad bo'lgan bo'lsa. Ya'ni munada mufrad alam bo'lgan bo'lsa. Mufrad alam deganimiz endi alam mufrad deganimiz muzab bo'lmagan va shibi muzab bo'lmagan tasniy jami bo'lsin bo'laveradi. Buna o'xshaydi. Ya'ni ikkinchisi munada nakira maqsud bo'lgan bo'lsa, mana bu 2 turni ko'rsatib turadi. Endi
Üç türlü şu munada, muzab bo'lgan munada ve şundakla muzab bo'lgan munada ve şundakla munada nakira ve munada şibi muzab bo'lgani bu mu'rab bo'ladi. Tövende musannif bu hakkı mındak deydi. وَابْنِ الْمُعَرَّبَ الْمُنَادَ الْمُفْرَدَ عَلَى الَّذِي فِي رَبْئِهِ قَدْ أُحِدَ وَنْوِنْ زِمَامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النِّدَى وَالْيُجْرَى مُجْرَى ذِي بِنَاءٍ جُدِّدَ. Siz mufrad ma'rifi munadani başka ishlab ketgan holatga mabni qiling. Vabnil muarrab yani nakir emas ma'rifa mufrad bo'lgan degan gapdan muzab bo'lmagan, shibi muzab bo'lmagan va sifatlanmagan degan bo'ladi. Mufrad munadadan muzab, shibi muzab ve sifatlangan munada chiqadi. Endi muarrab degan gapdan şu nakira bo'lgan munada chiqadi. Nida qilinishdan oldida nakira. Bu nida qilingandan keyin maqsad qilingan bo'lsa ma'rifiga o'zgaradi. Ammo nida qilinishdan burun ma'rifi edi. Şu mufrad bo'lgan muzab shibi muzab bo'lmagan shu ma'rifa yani bo'lgan munadani allazi alallazi fi rabbihi qad uhida. Başka haletinde başka haletke mebni kılan. Yani bir isim başka işlep kılıyor olsa ya ki zamm ile başka işlep kılıyor, ya ki alif ile başka işlep kılıyor, ya ki vav ile başka işlep kılıyor. Ya o mebni olanda vav mebni olsun, ya ki zamm mebni olsun, ya ki alif ki mebni olsun demekçi. Ellezi fi rabbihi qad uhida degan yine başka haletinde tunulgan narsaga deganimiz tunulgani shu yuqorqi 3 narsa mushunga mabni qiling. Vannin zimami ma banaw qablan nida. Va siz nida qilishning oldida munada qilib chaqirishning oldida ular mabni qilgan ismning zammi o'qilishini niyat qiling. Yani zammiga mabni bo'lgan deganlikni niyat qiling. Yani bu yerda demoqchi bo'lganimiz ismi mabni munada bo'lganda zammini niyat qilsangiz bo'ladi demoqchi. Masalan, biz haulayni munada qilsak ya haulay ey mavla degan bo'ldi. Endi mushu haulay qablan nida munada bo'lishning oldida bu haulay allaqachon kasrga mabni. Bu kasrga mabni bo'lgandan keyin ya haulay bo'ldi. Biz buni ya harfini da haulay munada mabni alal kasri fi mahalli zam deymiz. Fi mahalli zam. Yani şu nida bo'lishdan oldida ular mabni qilgan narsani zammilikni niyat qiling degan bo'ldi. Val yujra mujra zibna'in juddida. Bu nima demoqchi desa, bu şu asli mabni bo'lgan munada, asli mabni bo'lgan ism munada bo'lgan bo'lsa, mushu yangi şu munada bo'lgan ism mabni ismdan kelgan şu munada bo'lgan ism yangidan mabni bo'lgan ismga muomala qilingandek muomala qilinsin. Yangidan bir ism mabni qilinsa qanday muomala qilinsa, mushuning shunday muomala qilinsin. Masalan, ya Muhammad desak, asl Muhammadun mu'rab. Munada bo'lgan mabni bo'ldimi? Ya Muhammad desak, ya harfini da Muhammadu munada mabni ala zam fi mahalli nasbi maf'ulun bi li fi'lil mahzub ad'u deydik. Tashlangan ad'u degan fi'lning maf'ulun bi bo'lganligi uchun mahallan mansub deydik. Shuningga o'xshash muomala qiling. Ya haza desak yoki ya haulai desak haulai ya harfini da la mahalla min al-i'rab haulai munada mabni ala al-kasri fi mahalli zam Demanda qarang an ahiri fi mahalli nasbi tashlangan filning maf'ulun bi de burmunchi jaryan bor deydi. Shunga yujir jari bulunsun
yenidən yeni məbni qılınğan isim cari bulunğandək cari bulunsun dedi ibarətdə. Bu deməkçi oğunu yenidən məbni bolğan isimğa muamele qılınğandək onun muamele qılınsun degan bo'ldi. Biz tövəndə təfsilatını ko'rib o'tamiz. Unda bo'lsa, demək bayam degandək munada yoki mabni bo'ladi yo mu'rab bo'ladi. Endi mabni bo'lgani ism boshqa ishlab ketgan narsaga mabni bo'ladi dedik. Boshqa ishlab ketgan narsa 3 turli bo'ladi. Endi bu ism boshqa ishlab ketgan narsaga mabni bo'lish uchun cho'qim buningda bu ma'rifi bo'lgan bo'lish va mufrad bo'lgan bo'lish. Meyli o nida bo'lgandan keyin ma'rifi bo'lgan bo'lsin yoki nida bo'lishdan oldida ma'rifi bo'lgan bo'lsin. Masalan, ismi alam munada bo'lishdan oldida mabni bo'lgan. Nima? Mu'rab, ma'rifi bo'lgan. Masalan, ya Xalidu ati validayk. Xalid ata-onamga itoat qil desak, yoki bu munada bo'lgandan keyin ma'rifi bo'libdi. Ma'rifiliki ariz ekan, munada sababidan ariz bo'libdi. Men munada nakira maqsuda degan mana shuni maqsad qiladi. Yana uni munada bo'lish sabablikdan andin vaqtlik, yana muarrab bo'libdi. Ya talibu ajib deganga o'xshash. Ey talib javob ba deganga o'xshash. Muayyan bir talibni maqsad qilib dedik. Shuni ma'rifa. Buni bu yerda talibumu dammaga mabni. Ikkinchisi mufrad. Mufrad bo'lsin, mufrad bilan bo'lgan maqsad bu yerda munada muzab bo'lmagan va munada shibi muzab bo'lmagan. Demak, munada muarrabdan ikkisi maqsad qilindi. Muarrabdan munada alam bo'lgan munada nakira maqsud va ikkisi maqsad qilindi. Mufraddan muzab bo'lmagan, shibi muzab bo'lmagan va mavsub bo'lmagan munada maqsad qilindi. Şuna muzab shibi muzab bo'lmagan ismi alam bo'lgan munadani yoki munada nakira maqsud bo'lgan munadani shu boshqa ishlab turgan narsaga mabni qiling degan bo'ldi. Masalan, biz ko'radigan bo'lsak, masalan ya mushu Ali'ni bir nida qilsak, ya harfini da ya Aliyu desak, ya harfini da Aliyu munada mabni ala dhamm. Ya Ali, ya Aliyani, ishki Ali desak, ya Aliyani desak, ya harfini da Aliyani munada mabni ala alif deymiz. Çünkü o alif bilan boshqa ishlab kelganligi uchun. Aslan mabni alal alif deymiz. Endi ya pata desak, ya patayani. Ya harfini da patayani munada mabni alal alif bo'ladi. Endi ya Muhammaduna desak, ya harfini da Muhammadunun munada mabni alal vav deymiz. Çünkü asli cemi muzakkar salim bo'lganligi uchun. Endi agar ism van min zimama ma banav qabla nida degan to'xtalsak, munada bo'lgan ism nida munada bo'lishdan ilgari mabni ekan. Xuddi haulaga o'xshash. Bu chaqda u munada bo'lib bo'lgandan keyin uning mabniligi taqdir qilinadi, niyat qiling dedi. Masalan, mesela ya haza desek, hey bu degan bo'ldi. Ya haza. Mesela ya haza desek, mushu haza munada bo'lishdan oldimi? Mabni bo'lgan ismdi. Mabni bo'lgandan keyin yine bu mabniligi zammiga taqdir qilinadi. Ya harfini da haza munada mabni ala sukun fi mahalli mabni fi mahalli mabni ala zamm deymiz. Çünkü bu mabniligi munada sababi bilan mabniligi yenidan mabni bo'lgandek muomala qilinadi
deganimiz mana shu. Endi bununla ergişip ya harfini da Halidu munada dedik. Ya Halid dedik. Endi bunun bir sıfatları kaysi şu. Ya harfini da Halidu munada el-aqil el-aqile. Bu çağda sıfatları işgilalette olsun buludu. Munada mufrad. Mesela ya Halidul aqilu ya Halidul aqile desek mi buludu? Şimdi ya haza da çoğuduysa ya haza da haza munada mebni ya asli harfi sukun mebni olsun munada olan ya munada mebni ala zam el-mukaddere fi ahirihi deyimiz. Mena'a min zuhuri iştigalul mahallel biskunul asli degan bo'ldi. Endi navbatda to'xtalmoqchi bo'lganimiz munada mansub. Biz bayamki munada mabni bo'lgan munada haqida to'xtaldik. Endi tushuntirib ishlab tutgan munada chu ular qas-qasi deganda vel mufrad vel mankur vel muzab. Yani mufrad munada 5 qismning 2 qismini o'tirib qoldik. Munada nakira g'ayri maqsud munada shibi muzab munada muzab. Ma 3 türlüki şartsiz nasb qiladi. Vel mufradal mankur vel muzafa ve shibhun sib adiman khilafa degan o'xshash. Yani nakir bo'lgan mufrad munada, nakira munada g'ayri maqsud demakchi. Muzab bo'lgan munada ve shibi muzab bo'lgan munadani nasb uqum ixtilofni yo'qotuvchi bo'lgan holatda bunda qat'iy ixtilof yo'q. Endi nakira g'ayri maqsud buni aytib tushunishdik. Ya rajulu degan o'xshash bir a'maninki bir odamga o'tirib a'ma odamning ko'zi ko'rmaydigan odamning ya rajulu deb so'zlagan so'ziga o'xshash. Anda olsa muzab bo'lgani uchun muzab bo'ldi, muxotab zimrining g'ayriga muzab bo'ldi. Muxotab zimriga muzab bo'lsa, bu chog'da bu munada bo'lmaydi. Ikkinchi birisi muzab bo'ldi. Yani meyli bunun izafeti muzab bo'libdi, izafeti mahzi bo'lsin meyli, izafeti ma'naviy bo'lsin meyli, izafeti labziviy bo'lgan bo'lsinmi muzab. Mesela ya fa'ilal xayr desak ey yaxshilik qilguvchi degan bo'ldi. Munada muzab izafeti labziviy. Endi ya Abdullah desak ya munada muzab izafeti ma'naviy. Endi shibi muzabdan bo'lgan maqsad shu shibi muzab 3 qismga bo'linadi. Shibi muzab degan nima degan haqida to'xtalish lozim keladi. Biz buni tafsilot tuvanda ko'rib o'tamiz. Munada muzab bo'lganda nasb o'qiladi. Ya talibal ilm ihfaz vaqtak deganga o'xshash. Harfinida taliba munada mansub alamat nasb al-fatha mudab al-ilmi muzab ilay deganga o'xshash. İkincisi munada shibi muzab bo'lganning masalasi. Shibi muzab deganimizmi? Munada shibi muzab degan nima desa, ya'ni bir munada bo'lib, u munadaning ma'nosi o'zidan kin kelgan narsaning ma'nosi bilan o'zidan kin kelgan narsaning bilan ma'nosi tamom bo'lgan bo'lsa, buni shibi muzab deymiz. Uning ma'nosini tamomlab turgan bir narsa u munadaga tutashgan bo'lsa, bu munadani shibi muzab deymiz. Masalan, ya tali'an jabalan desak, hey taqqa chiqquchi desak, buni bu shibi muzab. Chunki ya tali'an desak, hey chiqquchi degan bo'ldi. Ma'na tamam emas. Jabalan bilan ma'na tamam bo'ldi. Unda o'z ya tali'an jabalan, hey taqqa chiqquchi degan ma'noni ko'rsatib berdi. Unda o'z jabalan tali'anninki maf'ulun bih bo'ldi. Demak, misal jabalan tali'anning ma'nosi jabalan bilan tamam bo'ldi. Şunu bunu shibi muzab degan nima deganda bir narsa ining ma'nosidan uning ma'nosi ining bilan
ma'nisi tamam bo'lgan narsa tutashgan so'zni shibi muzab deymiz. Ya'ni shu munadadan keyin kelgan so'z uning ya maf'ulun bihi uludu, ya fa'il uludu, yoki majrur uludu. Mesela ya musafiran ila Mekke. Hey Mekke'ye sefer kıluvchi desek, bu shibi muzab. Çünkü musafir degan söz aşağıda ila Mekke bilen ma'nisi tamam bo'ldi. Endi ya talian jabalen desek talianning ma'nisi jabalen tamam bo'ldi. Endi faili bilen yoki u shu shibi muzabdan keyin kelgan narsa, shibi muzab bo'lgan munadadan keyin kelgan narsa ya jar majrur uludu, yoki maf'ulun bihi uludu, yoki fa'il bo'lishi mumkin. Masalan, ya za'iyan kitabuhu, kitobi zayavlab ketguchi, ya da'iyan kitabuhu desa kitobi dayavlab ketguchi desak, müşerri kitabuhu onun fa'ili olab, da'ining ma'nisi fa'ildan tuluqnudu. Şun shibi muzab degan nima desa, xuddi muzab onun ma'nisini tamamlab berish uchun uningga bir narsa tutishab kelgan munadani shibi muzab deymiz. Nimishqi buni endi muzabga o'xshagan deymiz desa, xuddi muzab tutishib turib ma'na to'liq tamamlaganga o'xshash, bumi o'zidan keyin kelgan bir so'zga tutishib turib andin ma'na tamam bo'lg'achqa shibi muzab dedik. Mesela muzab desak bu ma'nosi yo'q. Muzab desh uchun chuqur muzabdan iliblam, muzabdan tanvin tashlanish kerak. Bunda tanvin tashlanadigan ahvol yo'q. Bu izofat haqiqiy tushmaydi. Endi shibi muzab bayon qildik, 3 xil shaklda bo'ldi. Bayon qildik bo'lsin bo'ldi yoki shibi muzab ana shunda ism mushtaqlardan shu ism mushtaqlardan keladi. Shibi muzab ki munada ya ism mushtaqdan keladi. Yoki u bunda harfat bilan o munada bo'lgan so'zga kin qo'shilayotgan so'z maf'ulun bihi lab qo'shildi ya talian jabilanga o'xshash, yoki jar majrurlab qo'shildi ya musafiran ila Makkaga o'xshash, yoki fa'illab qo'shildi ya da'iyan kitobiga o'xshash. Yoki u munadaga shibi muzab bo'lgan munadaga ma'nani tamamlab berish uchun qo'shiladigan so'z ma'tub bo'lib keladi. Masalan, ya sab'ata va 20, ya sab'ata va 20, ya va 27 dedik. Ya sab'a desak 7 degan bu. Va 20 27. Yani ma'tub va ma'tuf bilan yo'lab keladi. Shibi muzab ma'tuf bilan yo'lab kelgandimi shibi muzab deb qaraymiz. Bu şekilde kesin buldu. Ya ki munada sıfatlangan bo'lsa, uçağda bunu mu shibi muzab babı kırmızı. Ya raculen alimen, hey alim degan go'sh. Ya raculen alimen degan nima? Bunu mu shibi muzab deymiz. Munada sıfatlangan bo'lsa, yoki munada ma'tuflaydan kelgan bo'lsa, yoki munada şu ism mushtaqdan kelib uningki jari majruri yoki fa'ili ya maf'uldir kelgan bo'lsa, mana buni shibi muzab deymiz. Buning i'robi nasb o'qiladi. Endi munada nakira g'ayru maqsud bo'lgandichu, bu uning bilan munada o söz nida qilinishi bilan ma'rifi o'zgarmagan. Çünkü onu sözlügüçü muayyen bir kişini maksat kılmagan. Xuddi bir a'ma adam, bir adam hey xuz ya raculen xuz bir yerde. Hey mening qulamni tutib ol. Men bu yerdan o'tib olay. Voy men qulamni tutib ol deganga o'xshash gap bu. Muayyen bir odamni maksat qilmag'achqa, shu bilan munada g'ayri maqsud deb qaraymiz. Endi navbatdagi ko'makchi o'g'limiz zammu o'qilishimi durust bo'lgan, fathi o'qilishimi durust bo'lgan munada. Zammaga mabni bo'lishi ya fathaga mabni bo'lib kelishi yoki fatha o'qilishi durust bo'lgan munada haqida to'xtalamiz. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi. Wa nahwu zaydin dumma wabtahanna min nahwi azayduk na sa'idin la tahin
وَالدَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِلْ إِبْنُ عَلَمَ أَوْ يَلِلْ إِبْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتِمَ. Zeyd'nin o'qishni Azayd ibn Sa'id'nin o'qishdan Azayd ibn Sa'id'nin o'qishdan Zeyd'nin o'qishni zamm o'qing yoki fatha o'qing. Zammiga mabni qiling yoki fathaga mabni qiling buni. Bunda qilsangiz la tahin bir xatolashmagan bu so'z bu degan ma'noda. Onda da biz bu yerda buni qarab baqsaq Azaydu ibn Sa'id'in dicho. Azaydu ibn Sa'id bo'lsa hamza harfinida Zaydu munada mabni ala zam. Chunki u ma'rifa mufrad. İbn Sifat ibn Muzab Sa'id'in uni majrulib ibn Sa'id ibn Zayd'ning sifati bo'lib mahallaga ergashgan. Chunki Zayd mabni ala dam fi mahalli nasbi bo'lgandikin bu adu degan filning asli maf'ulun bi bo'lgandikin ibn Sa'id asliga ergashdi, mahallaga ergashdi deymiz Zaydni. Endi ibn ya Zayd ibn Sa'id deb nasb qilsuchu. Unda da bu ya Zayd ibn Sa'id yoki ya Xolid ibn Sa'idda 3 xil yo'l bo'ldi. Biri mabni bo'lish fathaga. İkincisi mabni bo'lish zammiga degandek. Endi ya Zayd ibn Sa'idda bayamki Zaydu deb mabni qilishi ma'rifa mufrad bo'lganligi uchun pashki mabni bo'ldi. Ibn Sa'id ibn mahallaga ergashdi. Buningda mushkul yo'q. Endi buni fathaga mabni qilsaqchu ya Zayd ibn Sa'id deb ya Zayd ibn Sa'id Zayd ibn Sa'id deb fathaga mabni qilgan vaqtimizda chunki buni biz murakkabi labzi deb qaraymiz. murakkab labzi deb qaraganlik uchun fathaga mabni qildik desak bo'ladi. Yoki fathaga mabni bo'ldi, uning oxiri ashu ibnining uning sifati bo'lgan ibn so'zining harakatiga uning oxirining harakati mumasili bo'lish uchun fathaga mabni bo'ldi desak bo'ladi. Demak, Azayd ibn Sa'idda 3 xil qarash var. Zayd ibn Sa'idda 3 xil qarash. Ama Zayd ibn Sa'id tugudi. Zayd ibn Sa'idda 3 xil qaraymiz. Hammasi fathaga mabni. Fathaga mabni bo'ldi. Fathaga mabni bo'lishda birinchi qarash Zayd ibn Sa'id yoki Xolid ibn Sa'id desak bu 3 xil qarash bor. Biri fathaga mabni bu Zayd ibn Sa'id hammasi bir murakkab deb qaralganligi uchun murakkab labzi deb qaralganligi uchun fathaga mabni. Yoki fathaga mabni Zayda deb oxiri fatha bilan harakat berildi. İbn uning sifati bo'lgan ibnining harakati bilan mumasili bo'lish uchun fathaga mabni bo'ldi. Uchinchi qarash, ya'ni fathaga mabni bo'ldi. Uchinchi xil qarash mansub alal fatha. Yani fatha tushum qilishlar kelgan. Alomati nasbi al-fatha. Mabni bo'lishning illati 2. Uchinchi xil qarash nasba. U Xolid ibn yoki ya Zayd ibn Sa'idda mabni dedik 2 xil qarash bilan, mu'rab dedik 1 xil qarash bilan. Ya Zayd ibn Sa'idda, ya Zayd ibn Sa'id murakkab bo'lganligi uchun fathaga mabni yoki ibn so'zining harakati bilan o Zaydning oxirgi harakati mumasili bo'lish uchun fathaga mabni. Uchinchi qarash ya Zayd ibn Sa'idda bu mabni emas, mu'rab deb qaraladi. Buningda ibn so'zi zaid deb qaraladi. Ya Zayd ibn Sa'id yoki ya Xolid ibn Sa'id desak ibn so'zi zaid hamzamizda istifan harfinida Zayda munada muzaf Sa'idin muzafin la bo'lib ibn zaid deb qaraladi. Bu chaqda munada muzaf bo'lib kelgan babdan hisoblanadi. Shunga musannif deydi va dammu illam yalil ibnu alama.
Endi bana ikinci bir başka bir mezmun oturup koyuldu manada. Eğer İbn Süzi bir elemge yandışıp gelmese, ya ki İbni'ge elem yandışıp gelmese, zemme okuluşu keskin kılındı. Ma Ezeyd ibn Sa'id da yukarı kadar, ya ki Halid ibn Sa'id da yukarı kadar buludu. Ya ki zemmege mebni oludu. Bunun da fakat başka bir karaş yok. Fethage mebni oludu. Fethage mebni olduğunda bunun illeti iki xil. Ya ki bu mebni emas mensup alel fetha buludu. Mebni alel fethi mensup alel fetha degenden fark var. Fethun deb ta'siz kelse mebninin i'rabı buludu. Fethatun deb kelse mü'rabning i'rabı buludu bu. Çünkü mensup alel fethati mebni alel fethi deb ibaret sürümüz. Şuna İbn Süzi bir beşki bir alemning süpti ulaş üçün çokum İbni bir alemge yandışıp kelse ve şundakla İbni'den kinmi bir alem kelse yukarıdaki buldu. Mesela ya Zeyd ibn Sa'id İbn'in aldırki Zeyd mu alem, İbni'den kin kegen Sa'id mu alem. Ama İbni alemge yandaşmayı kelse ya ki İbni'ge alem yandaşmayı kelse bu çağda zemm okuluş keskin zemm okuludu hep karayımız. Mesela biz bunun karta misal görsek ya Muhammed ibn Halid desek işkilisi elem boğanның misali oldu. Her işkilisi bunun da elem bulup kelgenның misali. Ama ya racul ibn Muhammed desek ey Muhammed'nin oğlu boğan er dedik. Ya raculu ibn Muhammed ya raculu ibn Muhammed desek bu çağda çukum bir yerde racul zamm okuludu. Ya harfine de raculu munada ibni raculunun süpti olup mahallege ergeçken çünkü elem emez. Çünkü bir yerde ibni elem gendişip kemidi. Ya ki İbni elem gendişip kemidi dedik. Ondan başka ya Halidul Fadilu İbni Amr desek yine uçağda bu elem gendişip kemidi. Ama İbni'denkin elem kemigen bolsa mu yine zammigi mebni oludu o munada. Ya Salihu İbni Akhina. Ya Salihu İbni Akhina. Ey karindişimnin oğlu boğan Salih dedik. Ey karindişimnin oğlu boğan Salih desek ya harfini de Salihu munada mebni aladdam. İbni Mudab Akhina muzafillay bu yerde İbni iki eleminin oturdu kemidi. Çünkü bu çağda çokum peş okuluş, peşki mebni oludu. Zamme okuluşu keskin buludu. Endi bunun da yeni bizning diqqatimizni tortadigan bir mazmunlar bor. İbn Süzi mushundoq urullarni kelsin, ya Zayd ibn Saidga o'xshash yerlarni kelsin, İbn'ning hamzasini aketdi degan bir haqda to'xtalamiz. İbn Süzining hamzasi tashinish uchun cho'qim İbn Süzi ikki dona alamni o'tirib kelgan bo'ldi. İbni bir alam yandasun, İbni'ge bir alam yandasun Zeyd ibn Saidga o'xshash. Bu bir. İkincisi İbni bilen muş İbni Süzi bilen muş İbni ve iki alam üçü bir qurdu kelsin. Bu iki şart tepilse ana hamısı taşınıdı. Ya mesela Zeyd ibn Said ya ki haza Zeyd ibn Said'in o'xshash. Haza Zeyd bu Zeyd ibn Said desek o çağda haber olgan bu haza mubtada Zeyd ibn Said haber oldu ama Zeyd ibn Said degan bir qurdu kelsan ilip taşınıdı. Endi yine diqqatimizni tortadigan yana bir yer bor. U qasi degan vaqtda masalan hey bu Said o'g'li Zeyd desek yoki bu Muhammad ibn Abdullah desek masalan haza Muhammad ibn Abdullah desek mushu Muhammad degan so'z bu yerda tanun o'qilibdi. Haza Muhammadun ibn Abdullah de. Bu yerga tanun haketti degan bir gap. Şuna ismi alem müşahede bu arka üç isim bir yere geldi. İki tane alem onun oturusu da İbn Süzi geldi. Bu çağda İbn Süzi'den ta'kidlengende şu ya haza Muhammedun İbn Abdullah'daki tenvin taşınıyordu.
Yani şu 5'teki sözün ki ya haza Muhammed ibn Salih degen okşaş mişeriki tenvin taşındı. Nima cihetden dese tahbibning cihetinden taşındı dep qaraymiz. Tahbib kılınıp taşlandı deymiz. Emri navbatda ko'rmoqchi o'g'limiz yani munodaning qismlaridan bo'lgan bir qism vazmum awinsib maztiraran nuvina mimma lahu istihqaqu dammin buyina. Zammiga zammi o'qilishi haq, zammiga mabni bo'lib, zammi o'qilishi aniq bo'lgan narsalardan zurriyat jihatdan tanvin o'qilganini zammi o'qishingizmi bo'ladi yoki nasb o'qishingizmi bo'ladi deydi. Asli munoda mabni bo'lsa zamm o'qildi. O'chadi munoda mabni degan al-mabni la yunavvan, mabni degan tanvin o'qilmaydi. Ammo shu zammizligi iniq bo'lgan narsalardan zammi o'qilishi, zammiga mabni bo'lishi iniq bo'lgan narsalardan zurriyatning jihatidan, iztirorning jihatidan, she'riy zurriyatning jihatidan tanvin o'qilganini siz nasb o'qiyotsangiz mayli yoki zammi o'qisangiz mayli. Masalan, salamul buningda bir she'r bor. Salamullahi ya matarun alayha ve leyse aleyha ya meterus selamu. Salamullahi ya meterun ya meteren aleyha ve leyse aleyki ya meteru esselamu. Eslen, mişede bu beytinin tercümesi de hem de bu şu Ahves'nin beytiken bu bir tarihi vakalık var. Bu bir ayal yaxshi ko'rib qolgan, lekin bu ayolning oilasiga bu ayolni matar deb atiladigan bir erga yaqliq qilayotgandan keyin shunga bu beytni o'qigan. Allohning salami ey matar uningga bo'lsin, haliqi men to'y qilmoqchi bo'lgan qiz bo'lsin. U salam sana emas ey matar degan bo'ldi. Endi mishada asli ya metaru metar ismi alam bo'lganlikdan ya Muhammadu deb kelgan o'xshash asli ya metaru kasutdi. Salamullah ya metarun alayha ve leysa alayhim ya metaru assalamu degandan keyin ya metaru deb kasutdi. Lekin she'ri zurriyatning jihatidan metarun deb tanvin o'qilmasi bo'lmaydi. Chunki shirk tanvin bir sukunlik nun hisoblanadi. She'ri beytning qopi vaznga tushirish nuqtasidan ya metarun deb tanvin o'qilish lazım bo'ldi. Ya metaru desak bu ya metaru desak metaru 3 harf bo'ladi. Ya metarun desak bu 4 harf bo'ldi. Shu vaznga tushirish nuqtasidan bo'lgan, shu ya metarun desak ham bo'ldi, ya metaran desak ham bo'ladi demakchi. Mishada she'ri zurriyatning jihatidan ya metaru deb o'qilayotgan narsa tanvin o'qilib qoldimi? Biz buni ya metarun deb mayli zurriyat nuqtasini ya metarun deb o'qisak mayli yoki ya metaran deb o'qisak mayli. Asli ya metaran deb o'qishi asli maf'ulun bihi bo'lganligi uchun. Navbatda bizning ko'rmoqchi o'g'limiz harfi nidoning iliflam bilan qo'shilib kelganining misolini ko'rib o'tamiz. Harfi nidoninki shu iliflamlik ism bilan munoda bo'lish ahvollari to'g'risida to'xtalamiz. Asli iliflamlik ism munoda bo'lmoqchi bo'lsa, chuqum uning beshiga ayyu yoki muzakkar bo'lsa ayyuha, muannas bo'lsa ayyatuha yoki haza yoki muannas bo'lsa hazihidan iborat so'zlar keltirilib nido qilinadi. Ammo bir-birlik 6 turlik ismda bu qoidadan halqib chetlanadi. Biri Allohdan iborat lafz jalal munoda qilinganda ayyu so'zi yoki haza so'zi keltirilmaydi. Ikkinchisi munoda mushabbahun bih bo'lgan munodada keltirilmasi bo'ladi.
Üçüncüsü munada istig'as qilingan bo'lsa keltirilmaydi. Dördüncüsü munada iliplam bilan boshlangan cümle er-raculu muntaliqun o'xshash cümle mahkide iliplam kelgan bo'lsa buningga keltirilmesin bo'ladi. Biri ismi alam bulup iliplam uningdagi iliplam zaid bulup asli iliplam zaid asli bo'lgan bo'lsa al-yasa o'xshash buningda keltirilmaydi. Yine birisi altıncısı zürriyet noktasına koşulgan iliplamlarda keltirilmaydi. Qag'ayada çokum ya eyyuha ya eyyatuha ya kahaza ya kahazihi sözleri koşuludu. Navbatda biz bunu görüp o'tamiz. Ve onundan başka bu tafsilatını tavabi'ul munadada bir tafsil o'ttirib qo'yildi. Musannif bu vaqtda mundaq deydi. Ve bizdirarin khuss jam'u ya ve al illa ma'allahi ve mahkiyil cümel. Vel ekseru Allahümme bit ta'vizi ve şezzi Allahümme fi qaridi. Ya'nın harfini da bilen bo'lgan ya'nın alif lamliq bo'lgan munada bilan jug'lishi zurriyatga xos qilindi. Zurriyatga xos qilindi. Asli zurriyat bo'lmaganda alif lamliq isim munada olup o ya'dan ibaret harfini da bilan chaqirilmaydi. Zurriyat noqtasidan mushu umumiy harfini da'larning ichidan ya iliplam bilan kelgan munada bilan birga jug'lish xos qilindi. Lekin lekin zurriyat noqtasidan xos qilinmadi Allah degan lafzida. Ya Allah deymiz. Vel mahkil cümel. Cümle mahki de yine bu yakili vururdu. Vel ekserullahümme bit ta'vizi. Köpüncüsü Allah'ımdır ivez bilen. Ya Allah'ın onu da en köprak işiltilikini Allah'ımdır ivez bilen. Ya Allahümme şiirladi. Az buldu şiirde. Ya Allahümme de keldi şiirde. Bu beynin tercümesi buldu. Hem de bu yayı qaraydigan bo'lsak, harfini da bilen iliplamning o'ttirusini jug'lash asli durus emas. Nima ish qilsa, ikki dona muarrib, ikki dona zahir bo'lgan, oshkori ikki muarrib bir ismda jug'lishi lozim kelib qolganlik uchun. Masalan, bir harfini da desak, er-racul desek, ya raculu desek munada nakir maqsud olab qolsa, yamu muarrib ma'rifga o'zgartiruvchi butun nidamu erkin nida chaqirishmi uni ma'riflashtiruvchi bo'ladi, iliplamni ma'riflashtiruvchi bo'ladi, ikki dona ma'riflashtiruvchi oshkora bir ismda jug'lish mavjud bo'lib qolganligi uchun shuni jug'lashsa bo'lmaydi dedik. Mana mushu ham arab kalomida kamigan. Endi mushu lekin buning endi olsa ismi alami ma'rifi ismi alami ma'rifosi ya Muhammadu deb ismi alamlarga nidaning kirishi zidkamamda desa, chunki ismi alamda ismi alam ma'rifa alamiyatlik bilan, lekin amaliyatlik oshkori vosita emas. Biz bu yerda shunga ikki dona oshkori vosita jug'lashib qolsa bo'lmaydi dedik. Alamiyatlik shu ismni ma'riflashtirgan vosita bo'lsa-mu, lekin u oshkori vosita bo'lmaganligi uchun bo'laveradi. Ama Allah degan lafzi jalalda kelirvasi bu ya Allah ig'firli degan o'xshash. Endi ya Allah'ning Allahum bunu da yine birge Allahumma işiltildi. Ya Allah'ning onda köpünce Allahumma işiltildi. Ya Allah ya degan harfini da taşlandı. Onundan ziberlik bo'lgan taştıtlığı mim ivazelindi. Allahum. Allahu ya Allahu deki Allahu şu ya taşlandı. Allah'ın ahırga taşlık ziber okulutkan mim ivazilinip Allahümme buldu. Hem de nurgun suallar çıktı nümişka mim ivazilindi. Mimden başka bir harf ivazilindi dediyse bu isim babında mim harfi köp işiltildi ve onun başka illetlerim var. Mesela isim faildi mi?
Şu mim keldirilgan ahvalı var. Endi nemişqa Allahumma olmay Allahumma oldu desa, hareketlerden yangilaroq zabar bo'lganlikin desak bo'ldi. Yoki ta'zim uchun keldi desak bo'ldi. Yine bu bir ta'zimlash uchun zabar o'qilgan. Yine munadaning sharifini yuqori ko'tarish uchun bo'lsin bo'ldi. Fatha. Andin. Bununla illet lazım kelmeydi. Ama ya Allahümme da olsa kelmezlik gerekti. Lakin zürür dişir noktasında ya Allahümme kege gelir ba. Emdi ve mehkiyel cümel diyen bir gap battı. Ve mehkiyel cümeldin cümle mehkiye dep atalgan nese. O cümle mehki diyen ne madesi? Cümle mehki diyen gap iliplen bilen başlangan cümle ismiyedin yöt gelgen elem. Elimi men kul. Bir tane elim men kul var. Bir adamga er-raculu muntalikun deb isim koyaptı. Bir adam balıska er-raculu muntalikun deb isim koyaptı. Onda olsa bu er-raculu muntalikun degen bir adamın ismi oldu. Er-raculu muntalikunu çağırsak ya er-raculu muntalikun. Men er-raculu muntalikunu köydüm. Er-raculu muntalikun keldi. Er-raculu muntalikun bilen öttüm. Ra'aytu er-raculu muntalikun. Merertu bir-raculu muntalikun degen o'xshash bo'ladi. Şuna cümle mehkiye deganimiz yine iliplan bilen başlangan cümle ismiyadin yöt kelgen ismi alem maksat kılıngan. Bunun da ya harfini da er-raculu muntalikun munada mebni ala-zam el-muqaddara li hikaye fi mahalli nasb. Demek er-raculu muntalikun munada deyimiz. Munada mebni nimaga zamm. Nimişkan bu ma'rifi mufrad deb qaraymiz biz buni bir adamning ismi bo'lganligi. Munada mebni ala-zamme. Zamm muqaddar bo'lgan badab qaralgan zammiga mebni dedik. Nimişka hikoya bo'lganligi uchun fi mahalli nasbi. Bu nəhayət köp uçuraydı onun başqımı. Bunu muşunun o'xshash bo'lsa yoki endi munada mushabbahun bihi olsa. Çünkü mushabbahun bihi olsa deganimiz mesela ya el-bulbulu debdi. Ya el-bulbulu. Endi bu yerde hey bulbul demekçi emas, hey bulbulga o'xshash demekçi. Ya mislel bulbul demekçi. Ya mislel bulbul demekçi. Mişede munada muzab taşlangan esa bulbulga o'xshug'ichi degan bo'ldi. Eşede munada muzab taşlanganligi uchun. Endi istig'osa bo'lsa bo'ladi. Ya la Zeydin li Bakrin. Ya lar raculi li Bakrin. Ya lar raculi li Bakrin desek iliplan bayna bulaveradi. Istig'os babida bo'lsa. Ya al-yasa degan o'xshash bo'lsa bu yoki uzriyat nuqtasidan bo'lsa bulaveradi. Mesela ya peyel gulaman lazani farra iyyakuma an tuqiban sharra deb mana bir şeyde ya el gulaman lazani farra deb bir şeyde el gulamaniga iliplam kirgan ism ya bilan iliplamlik bo'lgan el gulamani ya bilan chaqirilgan. Mana bu bizningki harfinida ve munada haqidagi dersimiz mushaqchi bo'ladi. Kinki dersimiz tavabi'ul munada. Yani munadanın egeş küçülleri. Munadanın tavabi'leri ya sifat bo'ladi, ya ta'kid bo'ladi, ya atb bayan bo'ladi, ya badal bo'ladi. Yoki ma'tuf-ma'tuflay bo'ladi deganga o'xshash, ma'tuf bo'ladi deganga o'xshash. Kinki dersimiz tavabi'ul munada haqida bo'ladi. Va oxir da'wana alhamdulillahi robbil alamin.